Mahsulatını bize içip netice ko'rgandan keyin singlim Rossiyadagi 3-stipen onkologik kasallik bor edi. Operatsiyada bo'lib, keyin onkologik kasalligi o'pkasidan o'sma o'sganda. Shuni operatsiya etdilar. Keyin bize ximiya 1 aldı, 2 aldı, 3-sinde to'xta dedim. Suvam icha olmayapman, istahamam yo'qolib ketdi ximiyadan keyin deb ahvoli og'irlashib boshlagandan keyin Dilfuzaga men telefon urdim. Dilfuza, mana bunday shu singlim kasalligi bo'lib turibdi, shunday. Men bu mahsulotdan umidim katta. Men o'zimda katta o'zgarish bo'ldi. Shu an deb maslahat berasiz Dilfuza dedim. Keyin bunday kasalliklar hammasi shifo topib turibdi, Rohat opa, shuni yetkazib beramiz shu singlimizga desa, uka sen shu Ramazon oyida bir sababchi bu, Alloh taolo bu mahsulotni bir ajr savobi sababchisi Allohning bir bahonasi bilan bir-biriga sababchi qiladi uka, shuni bir yordam etar bizlarga, shu ukama yuborishga, shuni tavsiya etishga bir maslahat ber dedim. Keyin xo'p deb mahsulotni men natijasini ko'rgandan keyin o'zi aloqaga chiqdi Saodat bilan, keyin diagnozlarni tashadi. Keyin Dilfuza mahsulotni yetkazib berishga harakat etib yetkazib berdi. 2 kundan keyin 1 kun ichdim dedi, 2-chi kun o'zi menda sezilib boshladi dedi. Uni harakati alamning qandaydir kuchim yo'q, aktivlashib boshlaydi dedi. Aktivlashishi, boshqasi hammasi yaxshilashdi, tetiklashdi. Ayapa suv icha olmay yurdim, suv ichsam qaytarib boshlaydim. Odam hozir qancha suv ichsam ham, ovqat istab, ovqat ishtahasi ochilganda, ochilib ovqat yeb boshladim dedi 2 kunning ichida. Men hozir hafta 10 kunlarning ichida yana qarshi natijasini aytib xursand bo'lib, o'zi ko'chalarga chiqib, magazinlardan o'zi vajab kelib boshlab, maşallah. Yani bunday katta o'zgarish uni ham. Shunday xursandchilikda o'tiribmiz hozir shu kompaniyaning dorilarini ichib. Allohimga shukr. Buni yaratgan insonlarga ham rahmat aytamiz. Buni qolaversa, shular mahsulotlar tavsiya etib ketgan Hamidjon Beverly kompaniyasi bizlarga ma'ni etgan. Shunda ishonch hosil etib ketdi bizlarga shu kishi. Keyin mana Yayraxon ham ko'p martalab bizlarga murojaat etdi. Dilfuza xonim shu sababchi bo'lish uchun qayta boravering degan eslab qolganman Hamidjonni gapirib turgan vaqtimda. Boravering, men ham necha oy quvverdi, yaqin o'rtog'im deyman, kasalman, shuni tavsiya etib oxiri ichib mana yaxshi bo'lib ketdi deb aytdi seminarda. Xuddi bizga ham shu ahvol bo'ldi. Sizlar bilan kelaveringizlar, mahsulotni iching, shu kasalingizga telefon etib Xudoga ming qatla shukr. Xudoyim sizlarga ana shu bizlarga sog'lig'imizga sababchi bo'ldingizlar. Allohim farzandlaringizni oldida kamolini ko'rib, hojatda xo'jayina bo'lib yurish nasib etsin. Farzandlaringizni rohatini ko'ringlar. Hozir Navro'z ayyomi kecha kutib oldik mana musulmonlarning yangi yilini. Allohim ko'p Navro'zlarga yetishgan shu bizlar yaqinlarimizdan sog'lom, bizlar shu sog'lom insonlar qatorida ko'rishish shu sing'illarimizdan Allohim nasib etsin. Sababchi bo'lgan Yayraxon, Dilfuzaxon, seminar o'tgan Hamidjonlar, ayolning ismi kim edi? Intizor akalar. Keyin sizlar bilan gruppaga ulab qo'ydingizlar. Bizga qancha qilib maslahatlar bilan ana shu oilamizning, yaqinlarimizning ko'p yashab, ko'p umr ko'rishiga mana sababchi sizlar bo'latisizlar. Alloh ulug' oyda sizlar sababchi etdi. Shunga ham shukr, katta rahmat aytamiz, qulluqdamiz, ta'zimdamiz. O'zgarishlar juda ham katta. Mana gapirishim ravonlashib, bunga qancha qildim, tilim aylanmayapti, paraliz alomatlari bo'lib turibdi deb diagnoz qo'ydim. Men bergan vaqtimda tilingiz aylanmay, gapirishda qiynalib, bir xato buning uchun bunday bo'lgan ekan deb hayron bo'ldim. O'zi o'qituvchi bo'lganmiz, lekin mana bunday ahvolga tushayotirganimizni o'zimiz sezmay yurganmiz. Bir Dilfuzaning aytgani emas, mening o'zimning kursdoshim Elmiraxon Buxorolik qiz. Rohatay, buni bintib gapirasiz.
Ya uxlab turdingizmi yoki sog'lig'ingiz yo'qmi deb даже men gapirishimdan Sezdi. u ham sezib menga shunday ne berdi, ovozli pochta berdi. So'ng xafa bo'lganday bo'lib javob bermay qo'ydim u odamda. U menda kasallik уже boshlanib ketgan ekanda bu narsa. Lekin hozir ancha yaxshisiz. Beverlini ichib, shu men judayam minnatdorman. Shuni yaratgan insonlardan tortib hozirgi kungacha sog'liq bilan shug'ullanib yurgan barcha o'zimizning shu kompaniyaning a'zolarına katta minnatdorchiligimni bildiraman. Allohim bor ekan, bizlarga ham shifo izlab, sizlar bahona aytib, shu olib keldi. Hammangizga katta rahmat aytaman. Beverli kompaniyasına ishonch hosil qilmay yurganlar ishonch hosil qilib, sog'liqlaringizni tiklab, ko'p umr ko'rishingizga shu dori sababchi, insonlarimiz, shu qizlarimiz sababchi. Agar kimga bo'ldi bu? Ichib yurganingizga? Necha yil bo'ldi? Yani eshitib yurganingizga? Eshitib yurganimga 17-yildan beri aslında. Men yog'dayim boshda kelmadi. Keyin alaman deb yurdim. Undan keyin ham alaman deganim 2 yil o'tib ketdi. Mana Hamidjonning seminaridan keyin ham bir 6-7 oy o'tib ketdi. Ahiri minakay içib boshladik. Mana Nasib etgan vaqtda. Yalpashib yotdim, gapning qisqasi gurlancha aytib aytganda. To'yga men bora olmanam, aytolmanam o'zingiz deb. Ikkita o'g'limni uylantirdim undan beri. Sadaqalar yuratimiz mana 2-3 oyning ichida. Hammasini o'zim sana aytdim-ku Dilfuza. Dilfuza sadaqanam dik etib o'zim azondan kechgacha yurdim deb bu odam xursand bo'lib aytib qo'ydim. Xursandmiz. O'zgarish hamma menda katta o'zgarish bo'ldi sog'lig'im uchun. Xudoyim shuni